Bugun juda qiziqarli va muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzu haqida gaplashamiz. Qozog'istonlik mashhur bloger To'xtar Erkabulan va o'zbekistonlik jangchi Shahzod Gold shov-shuvlar, stillar va real holatlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Oxirigacha tomosha qiling. Eng qiziq joylari oldinda. To'xtar Erkabulan qozog'istonlik taniqli bloger. U o'zining keskin fikrlari, ochiq gaplari va ba'zida provokatsion chiqishlari bilan mashhur. To'xtar ko'pincha sport jangchilari va internetdagi trend mavzular haqida gapiradi. Aynan shu ochiqligi sabab u ko'plab muxlislar va tanqidchilarga ega. Endi esa o'zbekistonlik jangchi Shahzod Gold haqida. Gold o'zining kuchli zarbalari, intizomi va ringda jasorati bilan taniqlangan sportchi. U nafaqat jangchi, balki yoshlar uchun motivatsiya beradigan shaxs sifatida ham tanilgan. Shahzod Gold har doim O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, milliy g'urur bilan jang qiladi. So'nggi paytda To'xtarning Gold haqidagi fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonans keltirib chiqardi. Ba'zilar buni oddiy fikr bildirish desa, boshqalar hurmatsizlik deb qabul qildi. Savol tug'iladi. Bu shunchaki kontent uchun qilingan gaplarmi yoki haqiqiy sport raqobatimi? Muxlislar esa ikki tomonga bo'linib ketdi. Bir taraf To'xtarni qo'llab-quvvatlasa, ikkinchi taraf Goldni himoya qilmoqda. Agar Gold bu gaplarga javob qaytarsa, vaziyat yanada qizishi mumkin. Yoki aksincha, u sukut saqlab, buni ringda isbotlashni tanlashi ham ehtimoldan xoli emas. Eng to'g'ri yo'l hurmat va sport etikasi doirasida qolish. Chunki haqiqiy kuch bu faqat mushakda emas, balki xarakterda ham bo'ladi. Hozircha jang sanasi aniq emas. Agar bo'lsa, bu media blogerlar jangi bo'lishi ehtimoli yuqori. Hammasi Goldning javobi va tashkilotchilarga bog'liq. Do'stlar, siz bu vaziyat haqida nima deb o'ylaysiz? Kim haq, kim nohaq? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va yangi videolarda ko'rishamiz.